Salom. Bugun siz bilan juda bir qiziq sirni bilib olamiz. Men sizlarga bir son aytaman. 25. Bu son ichida aslida nimalar yashirilgan? Bu shunchaki 25 emas. Bu ikkita o'nlik va 5 ta birlik. Tasavvur qiling. Har bir o'nlik ichida 10 tadan birlik bor. Demak, ikkita o'nlik ichida 20, 5 ta birlik ichida 5. 20 va 5 ni qo'shsak 25 hosil bo'ladi. Keling, yana bir misol ko'ramiz. 42 sonini o'ylaylik. Bu son ichida nechta o'nlik bor? To'g'ri, 4 ta o'nlik. Nechta birlik bor? 2 ta birlik. Demak, 42 soni 40 va 2 dan tashkil topgan. Mana shu usul bilan istalgan ikki xonali sonlarni ajratish mumkin. Endi kichkina challenge. 38 sonida nechta o'nlik bor? Javobni o'ylab ko'ring. Ha, 3 ta o'nlik. Nechta birlik bor? 8 ta birlik. Ajoyib. Endi sonlarni boshqa ko'rinishda yozishni o'rganamiz. Masalan, 38 soni 38 ni 30 va 8 ko'rinishda yozish mumkinmi? Mumkin. Chunki 3 ta o'nlik 30, 8 ta birlik 8. Demak, 38 teng 30 qo'shilgan 8. Xuddi shunday 49 teng 40 qo'shilgan 9, 61 teng 60 qo'shilgan 1, 72 teng 70 qo'shilgan 2. Har bir ikki xonali sonni o'nlik va birliklar yig'indisi ko'rinishida yozish mumkin. Endi eng qiziq joyiga keldik. Sonlarni taqqoslaymiz. Qaysi son katta? 26 yoki 18? Birinchi navbatda o'nliklarga qaraymiz. 26 da ikkita o'nlik bor, 18 da esa bitta o'nlik bor. Ikkita o'nlik bitta o'nlikdan katta. Shuning uchun 26 katta 18 dan. Endi mana bu sonlarga qarang. Quruch va 56. Bu yerda ham o'nliklarga qaraymiz. 4 ta o'nlik kattami yoki 5 ta o'nlikmi? Albatta 5 ta o'nlik katta. Shuning uchun 56 soni kattaroq. Demak, sonlarni taqqoslashning eng oson usuli avval o'nliklarga qaraymiz. Agar o'nliklar teng bo'lsa, unda birliklarga qaraymiz. Endi sonlarni tartiblaymiz. Mana bu sonlarga qarang. 40, 65, 20. Eng kichigi qaysi? 20, keyin 40, so'nggisi 65. Demak, 20, 40, 65. Bu sonlar o'sish tartibida joylashdi. Agar aksincha yozsak, 65, 40, 20. Unda kamayish tartibida hosil bo'ladi. Bugun siz juda muhim narsalarni o'rgandingiz. Sonlarni o'nlik va birliklarga ajratishni, sonlarni qo'shiluvchilar yig'indisini ko'rinishda yozishni, sonlarni taqqoslashni va sonlarni tartiblashni o'rgandingiz. Endi sizga savol. 54 sonida nechta o'nlik va nechta birlik bor? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Ko'rishguncha xayr.